Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, hurmatli usta akalar. Biz Qirg'iziston Bishkek shahrida ustachilikdamiz. Bugungi videomiz biz qilayotgan ishlar haqida, qisqacha ma'lumot, narx-navolari haqida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, WhatsAppdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qani ketdik. Xo'p, oldingi videolarimizda aytganimizdek, mana lesensalarimiz bitdi. Steshkalar bitgan. Taglariga 2 qavatli salofan tashaganmiz, Pinaplace setga. Xudo xolasa mana g'ishlarimizni boshlab oldik. Mana g'ishlarimizni urish jarayoni. Chornovoy. Xo'p, birinchi etaji 10 so'm, ikkinchi etaj 11 so'm bo'lgan. Mana shoplarni ko'rib olishlari mumkin. Rastavonlar to'ldirib, ikki tomonga yip tortib uryapmiz mana. Ko'rishlari mumkin. Mana shu holatda birinchi etajimizni boshlab o'rganamiz. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol WhatsApp nomerlariga aloqaga chiqishlari mumkin. Qirg'iziston Bishkekdamiz hozir. Bu tomonlarda uji burchaklarini ko'tarib, ikki tomonga iplar tortilib urilyapti mana. Ko'rishlari mumkin. Xo'p, WhatsApp nomerlariga aloqaga chiqib bemalol gaplashishlari mumkin. 0 dan kirishagacha zakaz olaveramiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Xudo xolasa yana qilayotgan ishlarimiz haqida yana davomiy qilib videolar joylab boramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, ishlarga omad. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana.